Bugun blogerlardan apros qilamiz. Bo'y genetikaga bog'liqmi yoki yo'qmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bir ikkita savol bersam mayli? Ha, конечно. Yoshingiz bilan bo'yingiz necha? Bo'yim 1.78, yoshim 27 yoshda. Uydagilar bilan bo'ylaringiz har xilmi yoki bir xilmi? Yo'q, har xil. Har xil. To есть genetik ukam bilan o'xshab ketishimiz mumkin. Bo'yimiz aslida почти har xil hammada. Nima deb o'ylaysiz? Genetika bo'yiga ta'sir qiladimi? Yo'q, menimcha. Endi genetika o'g'ildagi otadan o'tadi deyshadi. Balkim ta'sir qiladi. Balkim, yana bilmayman bu savolga javobni aniqini. Necha yoshman dedingiz? 27. 27. 20 yoshingizda bo'lsangiz, bo'yingizni o'stirishga qanaqadir harakatlar qilardingizmi? Bo'yim yaxshi-ku, 1.78, yani 2 metr bo'lmayman-ku, bo'ladi, harakat qilmasdan. 20 yoshingizda yana sal ko'proq, tam 2 metr. Ha, rastishka degan anaqalar bor-ku, o'shalar ishib bo'yimni o'stirib olardim. Xo'p, yosh, например, hozir 20 yoshdagi bolalarga nima tavsiya berardingiz? Sport, bo'yni o'stirish. Menda mana yelkam kadrda ko'rinishi mumkin. Yelkada muammo bor sal. Tipi pastroqda-da, tek katta emas. O'sha turniga ko'proq osilish kerak-da. Mana o'shanda bo'y ham o'sadi, ham mamlatda ham plechalar kattaroq bo'ladi, shirokiyroq. Shu tavsiyam shu. Sport bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Rahmat.